Lekin bir narsaga men tanbeh berib qo'ymoqchiman, ya'ni ogohlantirib. Odatda darslarni, adabiyotlarning, suhbatlarning maqsadi odamlarning saviyasiga tushish bo'lmaydi. Odamlarning saviyasini ko'tarish bo'ladi. Odamlarning saviyasiga tushsangiz, tushib ketaveradi. Ilgarigi masalan bizni mumtoz musiqalarda ma'mani, salmoqlik, hatto murakkab so'zlar, navoiylarni, fuzuliylarni so'zlarini qo'shiq qilishgan. Qaro ko'zim kelu mardumliq imdi fan qilg'il, ko'zim qarosida mardum kibi vatan qilg'il degan masalan. Takovalinga bag'ir qonidan xino bog'la, itinga g'amzada jon rishtasini rasan qilg'il. Tushundinglarmi? Xudoga shukr tushunmadi hech kim menimcha. Shularni tushunishgan, yig'lashgan. Shunaqangi uzun jumlalari ham uzun, so'zlari ham murakkabroq va balog'atli so'zlarni aytishgan. Yaqin-yaqingacha ham shuni qo'ygan. Shu inqilob kelgandan keyin biz tilimizni buzgan, adabiyotimizni buzgan o'ris. Endi buzgan yetmagandek, buzgan paytda ham boshida o'sha oldingilarni bir asarlari bor edi-yu, hozirga kelib u qaro ko'zim kelu mardumliq endi fan qilg'il desa birov tushunmaydi. Endi bog'im bor tushunadigan qoldi odamlar. Bog'im bor, bog'imda anorim bor. Nima aloqasi bor? Boqqa bog' borligini kimga qizig'i bor u? Bog'da anor borini nima qizig'i bor? Mazmun mantiq degan narsa yo'q. O'zi to'rtta so'z, bog'im bor, bog'im bor. Ikkita so'z o'zi. Shuni 5 marta, 3 marta qaytaradi shuni. Bog'im bor, bog'im bor. Odamlarning saviyasi shunga tushdi hozir. O'shuning uchun hozirgi qo'shiqlar ham o'shanaqa kalta kulta, qisqa, to'rtta so'zni qaytaraveradigan bir bemaza narsaga aylandi. She'rlar ham shunaqa, adabiyotlar ham. Adabiyot insonlarning ongini oshirishi, aqlini o'stirishi, zehnini chaqlashi, u insonlarni bir yuksakka ko'tarishi kerak edi. Aksincha adabiyot pastga tushib oldi. Bu noto'g'ri narsa bu. Odamlar undan ham pastga tushadi keyin. O'shuning uchun hozir o'sha eski mumtoz, masalan, klassik mumtoz she'riyatni aytsangiz birov tushunmaydi hozir. Qo'shig'ini ham tushunmaydi, she'rini ham tushunmaydi. Shuningdek mana Shayx Hazratlar kitob yozganlar, shuni ham ko'pchilik o'qib tushunmaydi. Nimaga? Shu o'ta pasayib ketgan ong. U odamlarning ongiga tushaversangiz, borgan sari pastlab ketaveradi. Shuning uchun ilm doirasida yurganlarini sharti shuki, adabiyotlarda, darslarda shart shuki, kishilarning ongini ko'tarish kerak. Boshida qiyin bo'ladi hamma narsa. Qur'on o'qiyotgan odam ham birinchi qiynaladi. Bismillahirrahmanirrahim qilib o'qiydi boshida. To'g'rimi? Keyin sharhlab o'qiydigan bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim deydigan bo'ladi oxiri keyin. Boshida tili sekin keladi, o'qish ko'zi sekin oladi, aqli sekin oladi. Lekin mana tajribada hamma ko'rib turib, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. 1 oy 2 oydan keyin o'rtacha tezlik borib sekinlatib bo'lmay qolyapti tezlikdan. U sekinroq o'qiydigan qolyapti. Odam o'rganadi. Bu ilmlarda ham o'tish shunaqa. Darslarda boshida tushunmayotgan bo'lsangiz, zerikmang. Balki tushunishga harakat qilib, ko'proq zehn berib, ko'proq e'tibor qilishni o'rganing. Shunda aqlingiz o'sadi. Shunda fikringiz o'sadi. Shunda so'z boyligingiz o'sadi. Inson odatda ishlatayotganda uyda 200-300 so'z bilan yashaydi. 200 ta so'z, 300 ta so'z. Paqir, chelak, kapkor, qozon, ovqat, non, choy, burger shular bilan yashaydi hayotda. Kitob, daftar, shim, ko'ylak, hojatxona, to'ratxona, oshxona, yotoqxona. Lekin uni lug'ati oz bo'ladi. Unga yangi lug'atlar qo'shilgan paytda uni ma'naviyati boyidi, lekin boshida og'irlik qiladi. Hammasini birdaniga qamrash qiyin bo'ladi. Lekin takror bilan, eshitish bilan va eshitganda yozib olish bilan, uni qaytarish bilan, va muzokara qilish bilan boyidi o'sha lug'at. Birinchi lug'at boyidi. Ikkinchidan ilmiy, biz endi kitob ilmiy o'rgangandan keyin uni kitobni o'zining saviyasida sharh qilish kerak. Shart shu. Ulamolarning sunnatlaridan, qoidalaridan biri shuki, kitob qaysi saviyada yozilgan bo'lsa, o'sha saviyada sharhlanishi kerak. Tushunarlimi? Biz yana ham soddalashtirib, yana ham osonlashtirib beramiz o'zi asli. Lekin uni bir yo'li hammaga tushunarli bo'ladigan qilaman deb salmog'ini ketkazib qo'ymaslik kerak. Bachkanalashib ketib qoladi. Birinchidan o'sha kitobning o'zining saviyasiga qarab sharhlanishi kerak. Odamlar o'sha saviyaga ko'tarilishi kerak. Eshitaversa, takrorlaversa, fikrlaversa ko'tariladi. Ong oshadi. Kitob o'qishdan maqsad
darsdan maqsad ko'p ma'lumot berish bo'lmaydi. Kitobni qanday o'qishni, qanday fikrlashni, qanday tahlil qilishni o'rganish bo'ladi. Qanday tatbiq qilishni o'rganish bo'ladi. Bu malaka bilan hosil bo'ladi. Tushuntirgan bilan bo'lmaydi. Tushundingizmi? Masalan, bir kishini muskuli chiqib, baquvvat bir kurashchi bo'lishini istasangiz, kurashtirish kerak uni. Shug'ullantirish kerak. Unga muskulaturani sharhini o'tganingiz bilan, muskulshunos bo'lgani bilan, toshshunos bo'lgani bilan muskuli chiqmaydi uni. Shug'ullantirasiz. Birga yurtirasiz. Keyin undan bir narsa chiqadi. Bu aql manhajini, tafakkur yo'nalishini yasash uchun ham birga fikrlash kerak. Birga ishlash kerak. Keyin sizda o'sha to'g'ri fikrlash, to'g'ri tahlil qilish qobiliyati hosil bo'ladi. Lekin sizga qator qilib to'g'ri fikrlash uchun quyidagi shartlarga amal qilinishi kerak. Tahlil qilinadi, falon savollar ostida qaraladi, unda qilinadi, bunda qilinadi degan 10 ta shartni qo'ysin, to'g'ri fikrlash hosil bo'lmaydi baribir. U xuddi futbolga yugurtirgandaqa oyog'ingizni, toshda qo'lingizni ishlatgandaqa birga qilinadi, o'zingizga qildiriladi, keyin fikr ochiladi. Shuning uchun biz kitob o'qishdan maqsadimiz qanday fikrlashni o'rganish va qanday fikrlashni o'rganish va mualliflar qanday fikr, ulamolar qanday fikrlagan shuni o'rganish. Kitob o'qigan paytingizda siz ma'lumot o'qimang, faqat ma'lumotni oling, lekin o'sha olim endi hamma kitobda ham bo'lmaydi bu. Bu olimlarning kitobida bo'ladi, katta olimlarning kitobida. Olim o'zini aqlini soladi kitobga. O'sha aqlini o'qa olgan odam olim bo'ladi. Kitobda o'zini emas. Kitobda o'zini o'qigan odam olim bo'lmaydi. Ma'lumotni qutisi bo'ladi, olim bo'la olmaydi. Agar yodlasa uni ham. Ammo u olim bo'lishi uchun muallifni aqliga kirish kerak. Uni aqlini o'qish kerak. Aqlini o'qiganingizda keyin sizda o'sha olimning aqliga o'xshagan aql hosil bo'ladi. Bo'lmasa ko'pgina ma'lumot bo'ladigan, hali u gapni ko'rsa uni o'qiydigan, uni aytadigan, bu gapni o'qib qolsa buni aytadigan, subuti yo'q, manhaji yo'q. 20 yil kitob o'qigandan keyin ham bitta chala savod kelib gapirsa adashib ketaveradigan omiz sifat chalamulla bo'lasiz. Yo'inki boshqa odamni to'g'ri yo'lga tushuntirib yetkazib bera olmaydigan odam bo'lib qolasiz. Faqat urushadigan odam bo'lasiz. To'g'ri fikrni yetkazib berish o'rniga urushadigan voiz bo'lasiz. Chunki siz ma'lumotni yodlashga o'rgangansiz, fikrlashga, tahlil qilishga emas. Boshqani ham fikrlab tahlil qilishga o'rgata olmaysiz o'zingizda yo'qolgandan keyin. Natijada siz yodlagan narsangizni gapiradigan magnitofon bo'lasiz xolos. Bu olimlik emas bu. 100 yil o'qisa ham bu odam olim bo'lmaydi. Ana shuning uchun biz kitobni dona-dona, so'zma-so'z tahlil qilib o'qiymiz. Ki qanday o'qishni o'rganaylik. Ulamolarni qanday tushunishni o'rganaylik. Tushunarlimi? Shuning uchun diqqat bilan teppa-teng fikrlab, teppa-teng anglab ketish kerak. Tushunmay qolgan joyini so'raverish kerak. Hech bir xijolat bo'ladigan narsa emas. Tushundim deb o'ylagan taqdiringizda ham bir qator ta'kidlab olishingiz mumkin ba'zi narsalarni. Chunki inson tushundim deb o'ylaganda ham tushunmayotgan bo'ladi ko'pincha. Yoki noto'g'ri tushunayotgan bo'lishi mumkin. Ammo vaqt o'tib insonni ongi oshib tushunadigan bo'ladi. Yangicha fikrlash, yangicha bir o'ylash sizga muqobil bo'lgan paytda albatta inson gohida qiynaladi. Boshida. Biz ustozlarimizdan biri aytadiki, men o'zimni shayximning oldiga borgan paytimda, 17-18 yosh paytimda, u kishi ham Misrlik katta olim. Bu kishi ham arab, bu ham Azharda o'qiydigan talib. Ustozning oldiga borardim, eshitib o'tirardim, gaplarni hech vaqon tushunmasdim deydi. Lekin tikilib o'tiraverardim deydi. Tushunishga urinib. Borib tushunganman. Deydi, hozir o'zi gapirsa, o'zi ustozdaqa gapiradi hozir endi. O'zini ham gapini birinchi eshitgan odam birdaniga tushunmaydi. Saviya o'shanaqa darajaga chiqqan, ilmiy darajaga chiqqan. Va'z umumiy odamlarga bo'lishi yaxshi bo'laveradi. Lekin talab ilmlarga dars bo'lish kerak, va'z emas. Va'z ham kerak, orasida va'z bo'ladi albatta. Lekin faqat va'zga aylanib qolmasligi kerak dars. Chunki hissiyot o'tadi, ammo tafakkur qoladi. Tafakkur bilan hissiyot birlashganda kishida haqiqiy, to'g'ri tasarruf hosil bo'ladi. Mana shu kitobni ilgari ham biz o'qiganmiz. O'shanda o'tirganlardan ba'zilari menga keyin aytishgan, 30 ga kirgan, 35 ga kirgan odamlar, ba'zilari o'qituvchi ham bo'lgan, maktabda dars ham bergan ekan. Ya'ni o'ta savodsiz odamlar emas, savodi bor, kitob ko'rgan odamlar. Shu darsingizga birinchi kirganimda tushunmaganman deydi. O'zbekcha gapiryapmanman, u tushunmagan. Oxiri 1-2 oydan o'tib keyin tushundim deydi. Mana hozir tushunyapman degan, o'shunda ham tushunganmi Allohu a'lam. Ammo tushunyapman deb qanoatlanishni boshlagan. Borib tushunadi inson.
vaqt o'tib inson hammasi oddiy narsalar o'zi asli. Lekin bizga yangilik bo'lsa, bizga qiyin tuyuladi.